Har kecha uyg'onib shiftga qarab nafasim chigarlayotgan tuyulardi. Yon boshlagida erim Abrorning xurdi chekkan sigaretining hidlari xonani to'ldirardi. U qo'zg'almaguncha nafas olishni ham unutib qo'ygan holda yotardim. Uning 34 yoshli bir umid va orzusiz qolgan ayolning hayoti faqat bolalar uchun edi. Men Sarvinoz, Jizzax viloyatida, katta bir hovlida, qaynota va erimning ukasi Dilshodbek bilan yashardim. Erim ko'p ichardi. Har kecha ertalabki navbatchilikdan so'ng uyda janjal bo'lardi. Men uning ovozini eshitishdan vahimaga tushardim. Bolalar Malika 7 yoshda, Jahongir 5 yoshda eshik orqasiga yashirinib, otalarining qichqirigidan qo'rqib yiglardilar. Men hech narsa demasdim. Chunki gapirsam zarba yeyardim. Lekin bir kuni u bolalardan birini turtib yubordi. Shunda nimalar bo'layotganini tushundim. Yurak o'rnida faqat bir bo'shliq paydo bo'ldi. Sevgi o'rnini nafrat egalladi. U oxir-oqibat Rossiyaga ishlashga ketdi. Ketayotganda "O'zim bilaman, seni bolalar bilan qoldiraman" dedi. Lekin pul yubormadi. Bir yil davomida faqat 2 marta qo'ng'iroq qildi. Har safar "Yaxshimisan" degan so'zni eshitish uchun quloq tortardim, lekin u hech qachon aytmadi. Men zavodda ishladim, bolalarni bog'chaga topshirdim, kechqurunlari charchagan holda uyga qaytdim. Qaynona "Eringni o'zi yo'q, bari bilan o'zing aybsan" derdi. Men jim turardim. Faqat bitta odam menga inson kabi munosabatda bo'lar edi, Dilshodbek. Erimning ukasi mendan 5 yosh kichik. U o'qituvchi edi, o'ziga xos sokin va nazokatli. Hovlida uchrasak salom berardi, bolalarga qanday olib kelardi. Bir kuni Malika isitma bilan og'rib qoldi. Men kechqurun ishdan qaytganimda, u allaqachon doktor chaqirib, bolani davolab bo'lgan edi. "Kelinoyi, tashvishlanmang, hammasi yaxshi bo'ladi", dedi u. Kelinoyi, u meni shunday chaqirardi. Bu so'z uning og'zida boshqacha yangrar, mehr bilan to'lgan edi. Kunlar o'tdi. Dilshodbek har kuni ertalab menga bir piyola issiq choy va yangi non olib kelardi. U hech qanday qo'shimcha gapirmasdi, lekin ko'zlarida gam bor edi. Men unga qaramasdim, chunki qo'rqardim. Nima uchun? Chunki u menga qaraganda erim hech qachon qilmagan narsani qilyapti, u meni ko'rardi. Bir kecha hamma yotganidan keyin hovlida o'tirdim. Yulduzlar aniq ko'rinardi, lekin men ularni sezmasdim. Orqamdan ovoz eshitdim, "Kelinoyi, zerikmayapsizmi?" Bu Dilshodbek edi. U yonimga o'tirdi. "Agar zeriksangiz, men sizga she'r o'qib beraman", dedi. Va u o'qidi. She'r yulduzlar, umid va sevgi haqida edi. Men yig'lab yubordim. U qo'rqib qoldi. "Kechirasiz, men sizni ranjitdimmi?" "Yo'q", dedim titroq ovozim bilan. Men shunchaki bir yildan beri hech kim menga she'r o'qib bermadi. Keyingi kunlarda u menga ko'proq yaqinlashdi. U bolalarni maktabga olib borardi, o'yin o'ynardi. Qaynona va qaynotam, "Dilshodbek, sen uning eri emassan, haddingni bil", deb jahl chiqarishdi. U javob bermasdi. Lekin bir kuni qaynonam meni yana tanbeh qilayotganda, u keskin gapirdi. "Opa, Sarvinozning hech qanday aybi yo'q. Akam unga xiyonat qilmoqda." Ular jahllaridan qizarib ketishdi. Men Dilshodbekka qarab qoldim, u mening uchun kurashardi. Keyin bir kuni qaynona va qaynotam Jizzaxdagi qarindoshlariga 5 kunlik dam olishga ketishdi. Uyda faqat biz qoldik. Birinchi kecha men o'z xonamda yotdim, eshikni qulflab. Eshitdim, u xonam oldidan o'tib ketdi, to'xtadi, keyin ketdi. Ertasi kuni u menga somsalar olib keldi. "Kelinoyi, sizga olib keldim. Siz juda ozib qoldingiz", dedi. Men unga qarab, "Nima uchun buni qilyapsiz?" deb so'radim. "Chunki siz buni haq edasiz", dedi u oddiygina. 3-chi kecha hovlida yana uchrashdik. U "Men siz haqingizda ko'p o'ylayman", dedi. Men bilmayman, bu to'g'ri yoki yo'q, lekin men sizni yoqtirib qoldim. Men shoshqaloqlikdan yuragim duk-duk urardi. "Bu mumkin emas", dedim zaif ovozim bilan. "Nima uchun emas?" deb so'radi u. "Chunki men sizning kelinoyingizman. Va men erimni nafratlanaman. Bu adolatsizlik." U qo'llarini oldi.
Hayot o'zi adolatsiz bo'ldi. Sizga nima kerak, Sarvinoz? Siz baxtli bo'lishingiz kerak. To'rtinchi kecha hovlida supurarkan orqamdan yengil qadamlar eshitdim. Orqamga qaytmasdim, lekin bilardim, u edi. U menga yaqinlashdi, qo'llarini belimga qo'ydi. Men titradim. Kelinoyi deb shivirladi u quloq oldimda, menga bir kechani baxshida eting. Faqat bir kecha. Men sizga sevgi nima ekanligini ko'rsatmoqchiman. Men yuzimni burdim. Ko'zlarimga yosh kelardi. Men qo'rqaman. Men ham, dedi u, lekin bu to'g'ri his qilyapti. Men unga qaradim. Oy nuri uning yuziga tushgan edi. U yosh ko'rinardi, samimiy. Men boshimni irgab yo'q demoqchi bo'ldim, lekin boshim irgamadi. Aksincha salom berdi. Bu hamdardlik edi. Bu bir yillik yolg'izlikning, mehrsizlikning, ehtiyojning javobi edi. U meni quchoqladi. Bu zo'ravonlik emas, balki iltifot edi. Men yiglab yubordim, yuzimni uning ko'kragiga bosdim. U mening sochlarimni siladi. Men sizga hech qanday zarar yetkazmayman, dedi u, men faqat sizni quchoqlamoqchiman. U meni xonasiga olib kirdi, oddiy, kitoblar bilan to'lgan xona. Men titrayotgan edim. U meni karavotga olib bordi va yonimga o'tirdi. Qo'rqmang, dedi u, agar xohlamasangiz hech narsa bo'lmaydi. Men unga qarab so'zlarni topa olmadim. Faqat bosh irgatdim. Keyin u mening yuzimga qo'llarini qo'ydi va engil bir o'pich berdi. Bu mening erim hech qachon bermagan mehr bilan to'lgan edi. Bu mening tanamdagi muz erdi. Keyin hamma narsa o'z-o'zidan sodir bo'ldi. Men qarshilik ko'rsatmagan edim, chunki men ham xohlagan edim. Bir yildan beri erkak qo'liga tegmayotgan tanam uning mehri va ehtiyoti ostida jonlandi. U juda mehrli edi, har bir harakatida gamxo'rlik sezilar edi. U menga erim hech qachon qilmagan narsani qildi. U mening his-tuyg'ularimni so'radi, ko'zlarimga qaradi, menga qadrlangan his qildirdi. O'sha kecha men birinchi marta sevgi nima ekanligini his qildim. Va bu mening erimning ukasi edi. Ertalab uxlab uning qo'li belimda edi. Men uyg'onganimda u allaqachon uyg'ongan edi va menga qarayotgan edi. Rahmat, dedi u. Nima uchun, deb so'radim hayron bo'lib. Siz menga ishonchingizni bildirdingiz, dedi u. Men yana yiglab yubordim. Bu baxt yegisi edi. Qaynona va qaynotam qaytishidan oldin yana bir kecha bor edi. Biz yana birga edik. Bu safar men faolroq edim. Men unga o'pich bergandim, unga yaqinlashdim. U, siz go'zalsiz, dedi. Men buni hech kim aytmagan edi. Ular qaytib kelishdi. Hamma narsa odatdagidek davom etdi, lekin endi ichkarimda bir sir bor edi. Dilshodbek va men hech kimga sezdirmay aloqani davom ettirdik. Yarim kechalari men hovliga chiqardim, u orqamdan kelardi va mening xonamga kirar edik. Biz er-xotin kabi yotardik, sevgida, mehrda va shafqatsiz dunyodan boshpanada. U menga she'rlar o'qir, mening sochlarimni tarar edi. Men unga ovqat pishirib berardim. Bu bizning kichik jannatimiz edi. Bir oy o'tdi. Keyin 2 oy. Erimdan hech qanday xabar yo'q edi. Lekin endi bu menga unchalik og'riq bermasdi. Men Dilshodbek bilan baxtli edim, garchi bu gunoh va adolatsizlik hissi bilan aralashgan bo'lsa ham. Bir kuni kechqurun qaynona va qaynotam bir-birlariga shivirlashardi. Men eshitdim, Abror boshqa ayol bilan yashayapti. U hech qaytmaydi. Men yiglab yubordim, nafratdan emas, balki ozodlik hissidan. O'sha kecha Dilshodbekka aytdim. U meni quchoqladi. Men siz bilanman, dedi u, men hech qaytmayman. Lekin haqiqat shundaki, biz nima qilishimizni bilmas edik. Jamiyat, oila, din, bularning barchasi bizning qarshimizda edi. Keyin bir kuni men o'zimni yomon his qila boshladim. Ko'ngil aynidi, holsizlandim. Men yashirishga urindim, lekin Dilshodbek sezdi. U menga qarab, siz homiladormisiz, deb so'radi. Men hayratda qoldim. Yo'q, men. Lekin to'g'ri edi. Homilador edim. U qo'rqdi. Men ham qo'rqdim. Bu katta haqiqat edi.
Agar bilsalar, qanday vaziyatga tushib qolardik. Men yana yiglay boshladim. Bu safar qo'rquvdan. Dilshodbek o'tirdi, qo'llarini boshiga qo'ydi. Keyin u turdi, mening qo'llarimdan ushladi. Men sizni tashlamayman. Bu bolani meniksi deb aytamiz. Men sizga uylanishni taklif qilaman. Qanday qilib, dedim umidsizlik bilan. Sen mening qaynonamning o'g'lisan. Bu mumkin emas. Men har qanday yo'l bilan urinib ko'raman, dedi u qat'iyat bilan. Agar kerak bo'lsa, biz boshqa joyga ketamiz. Lekin hayot har doim oddiy emas. Bir hafta o'tgach, erim Abror kutilmaganda qaytib keldi. U ichgan edi, zo'ravon edi. U menga qarab, sen kim bilan aldading, dedi. Men qo'rqib, hech kim, dedim. U menga urdi. Men yerga yiqildim. Bolalar yiglab ketishdi. Dilshodbek ishdan qaytib keldi. U akasini men ustimda turganini ko'rib tez oraga kirdi. Uni qo'y, dedi u qichqirib. Abror unga qaradi. Sen ham unga yordam berdingmi? Ular urishdi. Bu dahshatli edi. Men jarohatlangan edim, yiglayotgan edim. Oxir-oqibat qo'shnilar kelib ularni ajratishdi. Keyin hamma narsa oshkor bo'ldi. Qaynona va qaynotam gazablandi. Meni uydan haydashdi. Bolalarimni olib ketishimga yo'l qo'ymadilar. Dilshodbek ularga qarshi chiqdi. Men Sarvinozga uylanaman, dedi. Bu ularni yanada gazablantirdi. Ular uni ham haydashdi. Bir oy davomida men opamning uyida yashadim. Dilshodbek menga tez-tez kelardi, lekin u ham ishini yo'qotgan edi. Biz juda qiynaldik. Keyin bir kuni u menga yangilik keltirdi. Men Toshkentda ish topdim. Keling, bu erga boramiz. Bolalaringizni huquqiy yo'l bilan olamiz. Men sizga va yangi farzandingizga gamxo'rlik qilaman. Menda hech qanday boshqa yo'l yo'q edi. Men rozi bo'ldim. Ketishdan oldin bolalarimni ko'rishga bordim. Qaynona ruxsat bermadi. Men derazadan ularga qarab yigladim. Dilshodbek mening qo'limdan ushladi. Keling, ularni qaytarib olamiz. Toshkentda kichik kvartiramiz bor edi. Dilshodbek ishladi, men homiladorlikni boshladim. U menga nisbatan mehrli edi, lekin ko'zlarida tashvish bor edi. Bir kecha u aytdi, men sizni sevaman, Sarvinoz. Lekin bu bolani qanday qabul qilishimni bilmayman. Men uning qo'lini ushladim, bu bizning bolamiz. Tugilish yaqinlashganda biz sudga murojaat qildik va bolalarimni qaytarib oldik. Malika va Jahongir menga quchoq ochishdi. Endi 4 kishilik oila edik. Lekin ichkarida men hali ham Abror va Dilshodbek o'rtasidagi kurashni his qilardim. Men gunohkor his qilardim. Lekin keyin qornimdagi bola harakat qilganda, Dilshodbek qo'lini qornimga qo'yib, tabassum qilganda barcha shubhalar yo'qolardi. Farzand tugilganda qiz edi. Uni Nodira deb nomladik. Dilshodbek uni quchoqlaganda ko'zlarida yosh bor edi. Men uning otasi bo'laman, dedi u va men bilardim, bu haqiqat edi. Hikoyam shu yerda tugamaydi. Hayot davom etadi. Ba'zida kechalari Abrorning hurdi eshitilayotgandek tuyuladi va men titrayveraman. Lekin Dilshodbek yonimda, qo'limni ushlab menga qaraydi. Men siz bilanman deb eslatadi u. Bu an'anaviy sevgi hikoyasi emas. Bu hayotning qiyin sinovlari, xiyonat va yangi boshlanishlar haqida. Men hali ham ba'zan o'zimni boshsiz qiz deb his qilaman, 60siz, kelajaksiz. Lekin keyin Nodirani quchoqlayman, bolalarimning kulishini eshitaman va Dilshodbekning menga qarashini ko'raman. Va bilaman, bu sevgi, garchi u galati, qiyin va noqonuniy bo'lsa ham, menga baxt bag'ishladi. Va ba'zan hayotda boshsiz qiz ham o'z yo'lini topadi.